Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur TV ko'rarmanlari. Bugun biz sizlarni Amerikadagi Virginia shtatidagi Lorton shahrida yashab kelayotgan Muqaddas Hada bilan tanishtirib o'tgimiz keladi. Muqaddas Hada o'zi G'uljida tug'ilib cho'ng bo'lgan. 2014-yili AQSh mamlakatiga bir qizi va bir o'g'li bilan G'ulji shahridan ko'chib kelib, shu vaqtgacha Virginia shtatida yashab keladi. Muqaddas Hada o'zi bek ishlamchan, bek tirishchan, ham kuyimchan insonlarning biridir. Muqaddas Hada ko'p tamoqlarga usti bo'lg'ashqa, bolalarni beqish uchun AQSh mamlakatida har xil Uyg'urlarning tamoqlarini yasab, setishga qaror berib, hatto shu kamgacha shu ish bilan shug'ullanadi. Bo'sh vaqtida Muqaddas Hada Uber taksida ishlaydi. Muqaddas Hada o'pka hesib, qo'rma cho'p, langman, ochiq to'xu qo'rmisi, samsa, cho'shira va boshqa Uyg'ur xalqining tamoqlarini yetishni biladi. Agarda shu tamoqlarni xalquvchilar bo'lsa, astidagi telefonga xabarlashib, topshirish bersanglar bo'ladi. Katkan vonatinik aslimisi qachonki aqlimni asirga alg'anda qasmetim meniya ansalliqam bilan azadlishga undaydi butun dunyo diyan yo'qolgan sho'g'onatanlik hayot qolgan shahodatlariga takrar vona takrar bir qatra muhabbat mehri shafqat dilaydi